Atigi 5 ta tuxumdan shunaqangi kattakon biskvit qilishni xohlaysizmi? U holda videoni oxirigacha ko'ring. Turetskiy biskvitning asosiy siri tuxum xolodilnikdan olingan bo'lishi kerak. Muzdek holatda ishlatamiz. 200 gram shakar, 50 gram suv. Suv ham muzdek bo'lishi kerak. 25 gram jo'xori kraxmali, 5 gram razxlitter. 40 gram Avalex qo'shamiz. Avalex bu turetskiy biskvitlarga ishlatiladigan bo'lib, cho'kishni oldini oladi va biskvitimizni 2-3 barobar ko'tarib beradi. Ketidan 200 gram un solamiz, elangan. Endi qo'l mikserida 7 daqiqa mikser qilib olamiz. Mana massamiz shu holatga keladi. Qolipimning diametri 21, balandligi 14. Buni hozir o'rtasini chuqur qilib, chekkasiga chiqarib yoyib chiqamiz. Sababi turetskiy biskvitni ko'proq o'rta qismi baland bo'lib ketadi. Shuni hisobiga. Endi buni qizib turgan duxovkamizga 160 gradusga 40-45 minutga qo'yib olamiz. Mana biskvitimiz tayyor bo'ldi. Endi buni to'ntarib qo'yamiz. Bir kun shu holatda qoldiramiz.